Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun 2 xonali kvartira sotib chiqdik shurda. Bunda dehqon bozordan kelaverishda yana Karat kafening oldida yana bu klub bir narsa deya. Shurda ishadagi ham mashindagi domda birinchi etaj 2 xonali kvartira sotib chiqdi. Hozir girib ko'rsatib tanishtirib chiqamiz. Xonadonimizga ham kirib keldik. Birinchi etajda 2 xonali joy, 4 etajli dom. Giraverish eshiklarimiz demir toza eshiklardan qo'yilgan. Bu yerda avtomatlari har xonaga addenni etib qo'yilgan bu narsa. Elektrik ishlari addenni montaj qilgan tozadan. Uyimizni bu yerda kuxnasi bo'ladi. Kuxnadan boshlayveramiz. Yana gaz plita, mebel hamma narsa toza qo'yilgan, pastda g'oli toza döşalgan. Cihazları bilan lyustralari toza remont bo'lgan, perdalari, jaluzi, aynalari akvayna, reshotka. Uyimiz eshiklar MDF eshik, yana zamoklari hamma narsasi bor. Uyimizni sanuzelimiz yana uglavoydan qo'yilgan. Burada kızdıradığın istiş kazanları, depernatijnoy, dapatolog plita. Unitazları taza koymayın. Soğuk su gelip turibdi. Gaz svetdan hech narsadan unday muammo yo'q. Uyimizni zal joyi. To'rda spanisini bir ko'rsatib berim boshda. Yana 5,5 metre 280lik spanisi. Jaluzi aytganimizda akvayna reshotka. Lyustralar asılgan, devorlar aboyina, mo'yshi cho'tka bo'ylardan pasak g'alalar döşalgan toza. Yine uyimizin koridoru. Uy addenni 2 xonali joyina. Bitta zali 5 metre, 3,5 metrlik zalina. Yaxshi aytganimizda yanki yo'llardan bo'ylardan qo'yilgan lyustralari, perdalari, g'alalar hamma narsa qoladi. Uyimiz narxini endi aytib o'tadigan bo'lsak, verandani aytali boshda 3 metre 2 metrlik verandasi. Zala qo'shib berilgan. Zal uzun bo'lib turibdi. Uyimiz stenli kat yo'luna ega. Past ishur, to'pli pol. Issiqqina bo'lib turibdi oyoqning tegi to'pli pol atalgan. Uyimizning narxi 360 million. Kimni qiziqtirsa, telefonsiyada egasi bilan gaplashtirib, kelishtirib olib beramiz. Dokumentlar 100% tayyor. E'tiborlaringiz uchun rahmat.